Urug'madani berasiz har kuni. Javob odam olib keldi. Katta ishxona rahbari. Uning egizisi bo'lsa, pachonda pachon nimada bosh bo'ladi? 20 ta. Qani 20 ta odam. Birdimi? 20 ta odam edi. Dala bo'lmasa nima qiladi? Kimda? Chiqaramasa. O'zi biladi. Ne'matullo aka, bizda bu haqoratli so'zlar yozilgan audio fayl bor va sizni shu so'zlarga, siz aytgan so'zlarga munosabatingizni olmoqchimiz. Men kimni haqorat qilgan bo'lsam, sudga murojaat qildim, sud oldida javob berishga tayyorman. Lekin men birortasini shaxsiyatiga tegmaganman, sani o'qib tashlayman, sani o'qib tashlayman deb va'da qilmaganman. Ha? Olibchi! Mana bunday